Salom. Bu sizning ikkinchi farzandingizmi? Judayam kelishgan bolakay bo'libdi. Umuman olganda bu qiz bola. Lekin Hegon judayam yoqimtoy. Voy xudoyim, sen go'zallik tanlovida qatnashsang bo'ladi. Odamlarning gap so'zidan barini tushunardim. Men juda xunukman. Yo'q, xudoyim-ey. Uni qaytib oling. Qani, sekin-sekin, sizdan keyin. Bu qoidalarga zid-ku. Buni ko'rdingizmi? Buni ko'rdingizmi? Aytgancha, nega Jo'gon oyisini qardoshlariga o'xshabdi? Siz u otasiga o'xshamabdi-da. Endi plastik jarrohlik qildirishga to'g'ri keladi. Yo'q. Uni ko'chadan topib olishgani aniq. Bobojon, U axir xafa bo'ladi-ku, nega unaqa deysiz? qiladigan ishing faqat yaxshi baho olish. Tushunarlimi? Sevgi o'yin emas. G'uncha atirgulga aylan. Sevgi yuragimda romantik lablar. Ko'rinishim o'zgar. Shu on menda ham multfilm qahramoniga aylanish istagi paydo bo'ldi. Men ham go'zal farishtaga, ajoyib sehrgarga aylanishni istardim. Sevgi o'yin emas. G'uncha atirgulga aylan. Romantik lablar. Ko'rinishim o'zgar. Yo'q, xudoyim. Bu yana nima bo'ldi? Qanday xunuk? Ustimizdan kulyapsanmi? Nima sen o'zingni farishta deb o'ylaysanmi? O'zingga katta baho beribsan. Xuddi xunuk maxluqqa o'xshab ketibdi. Maxluqni o'ldiring. O'lib ket, maxluq, o'lib ket, mana senga. Maxluqni o'ldiramiz. Mana senga. Ushlanglar, maxluqni qochib ketmasin.